Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan Dream Draft finalini o'ynaymiz. Mana ketdik. Roma bilan ekan. Ketdik qanotdan hujum. Qanotdan. Di Lorenzo. Nuno Mendes davay endi. Endisi. Yo'q. Oh, böyle. Di Lorenzo'ga pas. Di Lorenzo yugur. Yaxshi. Qizil beray. Gol Guimaraes. Bruno Guimaraes. Golning ajoyibligini qaranglar do'stlar. Do'stlar shu joyga bitta dona like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Yaqinda biz 100 ta bo'ldik. 23 metrdan. Yaxshi. Bruno Guimaraes. Ajoyib gol bo'ldi hozir. Do'stlar, shu videoga 60 ta like qo'ysallaring. 60 ta emas, 55 ta like. Arzimas like-ku endi. Unchalik ko'p emas bo'lsa, sizlardan 1000 ta, 2000 ta so'rayotganim yo'q. Hatyobi 55 ta dona 55 ta dona like va 20 ta yangi obunachi kelsa shu videodan men yana yangi video qo'yaman. Yana bitta olsam, meniki bo'ladi hozirchalik. Ikkinchidan ham cho'sak bo'ladi. Shtraf qo'yish kerak edi hozir. Jarima zarbasidan ajoyib gol urar edi Holland. Dika Tiki. Celik dribbles forward. Slender 1-0 margin. One team managed to get ahead, but their opponents will surely mount a fight back in the second half. Do'stlar, meni YouTube kanalimga 15 daqiqadan ko'p video qo'ysa bo'lmaydigan bo'lib qopti. Shuni yo'lini bilsanglar menga o'rgatib olinglar, shuni ochib olay. Keyin birinchi qism, ikkinchi qism qilib o'tirmasdan birdaniga shu bitta videoni o'yin qilib olaveraman. Qizil karta. Dybala tushdi. Sevillarga ura olamizmikan? Oh, Sevillar. Good save. Yaxshi. Holland yana bitta olsak, mana bizniki, davay. Agar hozir yana bitta urmasak, bitta urib ketadi va tenglashib oladi. Keyin penaltilarga yutqizib qo'yishimiz mumkin. Ketdik endi. Tiki. Hugo Ikitikidan ichiga uzatma. Dika. Nuno Mendes olib qo'y. Yaxshi, Nuno Mendes. Yana qanotdan tezlash. Yana bitta gol olsam, meniki, davay.
Hozirchalik Bruno Guimaraes bo'lsa kerak o'yin qahramoni va Sevillar. Qanday? And reacted quickly. What a great save. Bu yoqdan bu yoqqa paydo bo'lib qolyapti hozir Sevillar juda kuchli 80 daraja bo'lsa ham juda kuchli sevlar qilmoqda. On the goal frame. Ketdik. Pumped into the danger area. Dikadan Sevillar. Save. Hozircha uyaltirmayapti Romani. Here's Hermoso. And here's Kone. Yaxshi, finalni ham yutib oldik do'stlar. Roma juda qattiq o'yin bo'ldi hozir, ayniqsa darvozaboni juda kuchli o'yin ko'rsatdi. 55 ta olmos oldik. 555 ta DP. Xullas reklama ko'rmay qo'yamiz. Oxirgacha o'ynab bo'libmiz o'zi Dream Draftni ham. Grimaldo kepti, Muso kepti. Lunin kepti, Andren Lunin. Joshka Gvardiol. Do'stlar, men yaqinda klan ochaman. Klanimga qo'shilib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lar edim. 150 ta olmos yig'ib olay, yana klan ochaman men. Do'stlar, shu akkauntim qanchaga ketadi deb o'ylaysizlar? Mana Kylian Mbappe'lardan zo'r, Erling Haaland ham zo'r. Bu full, mana Rivaldo full. Bu ham full bo'lishga ozgina qolgan. Van Dijk full. Rudiger full, Eder Militao full. Rafinha full, De Gea full. Alisson Beker ham bor edi, uni sotib olganman mana. Paul Pogba ham bor. Bu juda ham eski, bu mana Thiago Silva ham eski futbolchilar, old futbolchilar to'g'rirog'i. Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowskini olib qo'yishingizni maslahat beraman, yaqinda u ketadi dalasidan. Shuning uchun olib qo'yishingizni tavsiya etaman. Rafaeldan juda ham zo'r kuchaytirishlar bo'lgan. Do'stlar, like va obuna qo'llab-quvvatlab turinglar meni. Shu video shu joyda tugadi. Hammangizga rahmat do'stlar.